Qadrlilarimiz, siz subhidan tongi musiqiy dam olish dasturini tomosha qilyapsiz. Demak, studiyamizda mehmon, aniqrog'i mehmonlar bor. Sezganingizdek, dasturimizni suhbatdoshlar bilan davom ettiramiz. Albatta, ularni tanishtirib o'tsak, Qizlar ovozi koordinatorlari Sevinch Baxtiyorova, Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi hamda Sarvinoz Musurmonova, O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Erta tongdan kelganingiz uchun rahmat. Yangiliklar menimcha ko'p bo'lsa kerak Qizlar ovozimizda. Xo'sh, tadbirlar, oxirgi yangiliklardan avval teletomoshabinlarimizni va bizni bahramand qilsangiz. Avvalambor ko'rsatuvga taklif etilganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar yetarli darajada. Aynan Qizlar ovozi klubining respublika miqyosida 12 ta viloyatimizda, qolaversa tuman hamda shaharlarda koordinatorlar tayinlangan. Biz bugun Jizzax davlat o'sha pedagogika universitetidan nomzodimni berib, o'sha saylov jarayonlarida tanlanib olindik va hozirda yaqinda o'tkaziladigan qizlar forumiga katta tayyorgarlikni boshlab yubordik. O'zi koordinatorlarning vazifalari nimadan iborat? Bilasizki, qizlar bilan ishlash jarayonida muammolar bo'lishi mumkin va jarayonlarda ko'proq bizdan ishchi kuch talab qilinadi va bu yo'nalish masala bo'yicha 5 ta koordinator saylab olingan. Bu 5 ta koordinatorning eng asosiy vazifalaridan biri tumanlardagi qizlar bilan ishlashni ta'minlab berish. Respublikamizda o'sha qaysidir bitta ma'noda respublikamizning o'sha ishchi kuchiga yordam berish maqsadida tashkil etilgan koordinatorlar bo'limi hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Xo'sh, Sarvinoz, sizda-chi qanday yangiliklar? Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat aytaman chaqirganlaringiz uchun va biz ham sizni ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Rahmat. Men ham aynan Qizlar ovozi klubining bandlik va tadbirkorlik yo'nalishi koordinatori bo'lib saylandim. Albatta, Milliy universitet tomonidan Milliy universitet nomidan borib saylovda saylandim. Hozirda bular aytib o'tgandek, bizda zomin forumi uchun tayyorgarlik katta ketyapti. Yaqinda bo'lib o'tish kerak. Qachonga rejalashtirilgan? Nasib bo'lsa, bu kelasi o'sha 2-dekabr kuni o'tkazilishi kerak reja bo'yicha. Agar surilmasa, Toshkentda mehmonlarimiz o'z vaqtida yetib kela olishsa, 2-dekabr kuni o'tkaziladi. Rejalar o'z vaqtida amalga oshiriladi. Bu juda ham yaxshi. Endi esa menimcha vaqt keldi Jizzax davlat pedagogika universiteti va O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialining qizlari qanchalik faol ekanligini ikkingizdan bilib olishimiz. Keling, boshlasangiz. Masalan, Jizzax davlat pedagogika universitetida hozirda o'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-bosqich talabasi bilan bir qatorda o'sha fakultetning yetakchisi bo'lib o'zim faoliyatimni olib boryapman. Qolaversa, qizlar bilan yana ham kuchli ishlash maqsadida Uyg'on tengdoshim, ya'ni inglizcha nomi Wake Up Girls akademiyasining rahbariman. Bunda qizlarimizga o'sha qo'shimcha bilimlar berish, xalqaro maydondagi maqolalarni chop ettirish, nashr qilish masalalari bo'yicha bepul maslahat va yordamlarimizni berib kelmoqdamiz. Ko'proq qaysi yo'nalishda qiziqish bildiryapti qizlar? Qizlarimiz ko'proq o'sha ilmiy yo'nalishda maqolalar yozish va gazetalarda o'zini ishlarini nashr qildirish bo'yicha murojaat qilishadi. Chunki bilamizki, bu havas bir tomonlama, bir tomondan bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining kelajakdagi ishlari uchun bitta devorchi, poydevor bo'lishi mumkin albatta. Juda ham yaxshi. Sizda-chi, xo'sh, Milliy universitetda nima yangiliklar, qizlarimiz qanchalik faol? Men 2-bosqich talabasiman, aytib o'tdim. Bizda ham hozirgi yangi birinchi kurslar albatta meni yetishgan yutuqlarni ko'rib o'zlari uchun bir motivatsiya olishyapti va ular ham ko'proq maqola yozishni va turli xil yo'nalishlarda qayerga qanday uchrashishni, qaysi yo'nalishlarda ko'proq yurish kerakligini maslahatlar so'rashyapti va men ham o'zim endi shakllantiryapman. Biron bir akademiya emas, asta-asta birinchi kurs qizlarimizga yo'l yo'riq berish bo'yicha qaysi tanlovlarga qatnashish, qanday yutuqlarga erishish va qaysi mavzuda maqolalar yozish, ko'proq tanlovlarda qaysi maqolalaringiz ko'proq ball ushlab berishi masala aytganimizda va yil talabasi bo'yicha filial universitet bosqichlari o'tkazildi. O'zim ham yilning eng yaxshi ixtirochi innovator talabasi bo'yicha 3-o'rin bo'ldi. Xudo xolasa nasib, narigi yilga 1-o'rin olib respublika bosqichiga chiqaman va bu bo'yicha ham qizlarimizga endi xudo xolasa kelasi yil talabasi uchun birinchi kurslarimizni yana tayyorlab boraman. Hozir guvoh bo'lyapmizki, nafaqat qizlarimiz o'zlari faol, balki qizlarni ham jalb qilyapsiz yo'nalishlar bo'yicha. Xo'sh, bu darslarga xalaqit qilmaydimi? Darslar masalasiga keladigan bo'lsak, albatta yordam beradigan ustoz bo'lish kerak, sizni to'g'ri yo'lga boshqaradigan, imkon qadar rejalashtirishga va ishlarimizni o'zini vaqtida bajarishga
yo'l yo'riq ko'rsatishyapti. Chunki bilasiz, bir tomonda bu yetakchilik degani o'zingizni orqangizdan ergashtirish. Kimnidir ergashtirish uchun namuna bo'lishingiz kerak. Darslarga ham o'zini vaqtida ulgurishga harakat qilamiz. Sizdachi? Bizda o'qishimiz 5 kunlik. 5 kunlik o'qish, qaysidir talabaga juma kuni, qaysidir talabalarga shanba kuni dam olish yoki payshanba, haftaning albatta dekanat tomonidan qo'yiladi bu kunlar. Men hozirda tayyorlayotgan qizlar ATT yo'nalishi bo'yicha ba'zi qizlarni tayyorlayapman. Ular bilan dam olish kunimiz bitta, ya'ni juma kuni kitobxonlik kunimiz bitta. O'sha kunda yig'ilib, gaplashib, albatta keyingi masalalar haqida gaplashib turamiz. Bu kitobxonlik mavzusi deyapsiz, menimcha ma'lum bir kitobni o'qib, uni tahlil qilasizlar, bilishim bo'yicha. Kitobxonlik kuni shuning uchun ajratilgan. Albatta har bitta fanimizda himoyalari va vazifalarni bajarish uchun berilgan kun bo'ladi. Biz o'sha kundan unumli foydalanamiz. Ajoyib, zo'r. Quvonarli bu. Xo'sh, rejalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qizlarimizda qanday rejalar bor? Keling, ularga ham to'xtalib o'taylik. O'zim viloyatimizda IT va media yo'nalish koordinatori bo'lganligim uchun qizlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlar odobi va ularni yuritish, o'sha orqali daromadga chiqish yo'llarini o'rgatish uchun o'quv seminarlar tashkil qilish faqatgina viloyatimizga kelib emas, balki bizni o'zimiz tashrif buyurib, tumanlarda bu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Chunki bilasiz, qizlarimiz hozir juda ko'pchiligi o'sha repetitor, o'qish masalalari bilan band va ularni vaqtlariga qarab biz harakatlanishimiz kerak. Chunki ularni umuman bo'sh qoldirishga bizning haqqimiz yo'q. O'sha ishonch bilan bizni o'sha viloyatimizda koordinator etib tayinlashdi. IT va media yo'nalishi o'zim uchun soha ham koordinatorlik bo'lgani uchun ham qizlarimizga shu yo'nalish bo'yicha ozgina bo'lsa ham bilim va tajribalarimizni ulashmoqchimiz. Qanday yaxshi. Xo'sh, sizdachi? Men esa qizlarni Mirzo Ulug'bek varislari, o'zim o'tgan yil qatnashgan Mirzo Ulug'bek varislari ko'rik tanloviga tayyorlayapman. Bu tanlovni hammamiz bilamiz. Innovatsion g'oyalar loyihalar tanlovi hisoblanadi. Va ushbu tanlovga qizlarga qanday gapirish kerakligi, ya'ni qanaqa loyihalar kerak bo'lishi, qanaqa g'oyalar kerak bo'lishi haqida berganimda, har bitta qizdan kamida 2 ta loyiha chiqyapti. Endi ularga yana picha ko'proq qo'shimchalar kiritishimiz kerak. Endi har ikkingiz ham qaysidir ma'noda yo'l boshchisizlarda. O'zi qiz bola uchun yo'l boshchi bo'lish uchun qanday omillar bo'lish kerak qiz bolada? Nima deb o'ylaysizlar? Lider bo'lish uchun. Liderlik qobiliyati shakllanishi uchun oilada berilgan tarbiya va birinchi o'rinda ishonch va bilim. Bilim ham katta ahamiyatga ega. O'zingizga ishonch bo'lsa, lekin bilim bo'lmasa unda bo'lmaydi. Kimgadir nimadir o'rgatishingiz uchun avval o'zingiz o'rgangan bo'lishingiz kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta bilan gapiga qo'shilaman va lider bo'lgan inson avvalo o'zi o'sha natijaga erishgan bo'lishi kerak. Nimanidir o'rgatyapmizmi, o'sha natija bizda hech bo'lmaganda oxirgisi bo'lgan taqdirda ham o'rnimiz bo'lishi kerak. Boya aytib o'tdim, yil talabasida 3-o'rin bo'ldi bu yil. Lekin qizlarimizni albatta keyingi yil ular uchun 1-o'rin olishlari uchun tayyorlayman. Qaysi joyda qanaqa harakat qilish kerakligini va o'zim qilgan xatolarni ularga qilmasliklariga yordam beraman. Avvallar ham qandaydir tanlovlarda ishtirok etganmisizlar, musobaqalarda bundan tashqari? Men boya aytib o'tdim, Mirzo Ulug'bek varislari ko'rik tanloviga o'tgan yil qatnashganman. Respublika bosqichigacha ishtirokchi bo'lib keldim. Afsuski unda ham o'rin bo'lmadi. Chunki u yerda juda ham ko'p kuchli muhimi tajriba bo'ldi, eng muhimi mana shu. Tajriba bo'ldi. Sizda qanday bo'lgan? Tanlovlarda, musobaqalarda ishtirok etganmisiz? Albatta, o'tgan yil o'tkazilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi yetakchisi loyihasi bo'lib o'tdi. Ushbu loyihaga hujjatlarimni va maqolalarim bilan ishtirok etib, 2023-yilda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi yetakchisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganmiz. Qolaversa, izlanuvchi 2024 loyihalarida, iqtidor 2023 loyihalarida batafsil yoritib beraman, hali aytib o'taman bu haqda, ishtirok etib kelyapmiz va qolaversa, o'sha yil talabasi, yilning eng yaxshi ixtirochi targ'ibotchi talabasida 2024-yilda mana shu 3-o'rin bilan taqdirlandik. Bu 3-o'rinni qayerdadir bitta xato qilganimizni endi qizlarga o'rgata olamiz. Bu ikkalamiz uchun ham bitta tajriba bo'ldi. Faqatgina o'sha ishtirokda g'olib bo'lish uchun emas, tajriba va do'stlar, bilim olish uchun ham tanlovlarda ishtirok etaverish kerak deb hisoblayman. Yaxshigina bilim oladi haqiqatan ham, do'stlar orttirasiz, bu eng katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Menimcha, aynan sizning yo'nalishingizga qiziqadigan talaba yoshlar ham bor va bu yoshlarimizga qanday o'rnak bo'la olasiz, ularga nimalar degan bo'lar edingiz? Hozir teletomoshabinlarimiz orasida ham mavjud ular. Aynan qizlarimizga aytib o'tmoqchiman. Bugungi kunda bilim olishdan hech qachon charchamasin va o'ziga bo'lgan ishonchni yuqori qo'yib, marralarda olg'a
oldindan boraverishsin, chunki jamiyatimizda qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyat, ayollarimiz uchun berilayotgan imkoniyatlar juda ko'p. Undan oqilona foydalanish kerak xolos. Qanday yaxshi, marhamat, Sarvinoz. Umuman yoshlar uchun gapiradigan bo'lsam, hech qachon harakatdan to'xtashmasin. Qayerda natija bo'lsa-yu, qayerda natija bo'lmasa ham harakatdan to'xtashmasin, chunki ularning orqalarida ota-onalari bergan ishonch turibdi. Ulardagi eng katta kuch, eng katta narsa bu ota-onalarining bergan ishonchlari bo'ladi. O'shaning uchun hech qachon harakatdan to'xtamasliklarini. Qanday yaxshi suhbat uchun alohida rahmat deb qolamiz. Albatta o'zingizning yo'nalishingizda, shu bilan birga o'qish faoliyatida ham omad tilab qolamiz. Bir bora xush ko'rdik. Salomat bo'ling. Ijodiy parvozlar tilaymiz. Faoliyatingizga ulkan yutuqlar tilaymiz va ajoyib manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgi sahifamiz ham menimcha barcha uchun manfaatli bo'ladi. Albatta, marhamat, birgalikda